Bochkamda suv toshib ketyapti. Har xil paflovkalar olib kelib qo'yib ko'rdim. Menga yetarlicha suv yetkazib bera olmayapti yoki suv toshib ketyapti, vaqtida o'chirmayapti. Shunga qanaqa yechimlaringiz bor deb ko'pchilik so'rab qoladi. O'rtoqlar, buni yechimi mana bu narsa bo'ladi. Oddiygina qaranglar, buni ichidan 3 ta sim chiqqan bo'ladi. Bu bochkaning urveni. Ya'ni yashil, sariq, qizil. Ko'ryapsizlarmi? Yashil pastroqda, sariq o'rtada. Sizlarga deylik suv yonib ketishi nasosi yoki vodoprovod qo'shib yuborish uchun kerak bo'ladigan urveni mana shu bo'ladi. Qizili bo'lsa eng tepada to'lishi bilan suvni o'chiradi. Hozirgi paytda mana bochkada suv oqayotibdi. Biz hozirgi vaziyatimizda klapan qo'yganmiz, 220 voltda ishlaydigan oddiy magnitli klapan. Endi qaranglar, buni o'chirishi mana bu yashilni sovoramiz, bochkani mana shu teshib qo'yganmiz. Ko'rib turganinglardek buni hozir sovordim. Ana endi ketidan sariqni solaman, qaranglar. Shunda mana mana bu yerda yonishni boshlaydi. Birinchisida suv kam deyapti, mana low degan yozuv chiqyapti. Ana endi sariqni sovoramiz. Sariqni sovorishimiz bilan mana ikkinchi etapi yondi, ko'ryapsizlarmi? Endi mana qarab turinglar, qizilni solishim bilan mana oqib turgan suvimiz ham avtomatik holatda to'xtab qoladi. Mana o'chib qoldi, ko'rdinglarmi? Qizilni sirasi joyiga tushishi bilan mana bochkaning ichida qanaqa turibdi? Qizil, sariq, yashil. Ko'rdinglar? Mana juda ham oddiy ishlashi. Bo'ldi, mana shuni ulab qo'yasizlar. Bitta nastroyka qo'yib qo'yiladi. O'sha nastroykada har doim o'zini o'zi boshqarib ishlayveradi. Ana endi bu bo'ladi. Bochkamizda masalan suv kamishni boshladi. Qizilni sirasi chiqaraman. Qizilni mana chiqarishim bilan ko'ryapsizlarmi? Bu yerda bitta palkasi yo'qolib qoldi mana. Endi sariqni mana olishim bilan nima bo'ladi? O'zidan o'zi mana suvni yoqib yuboradi. Ko'rdinglarmi? Bu yerda mana yashilda hozir suv bor deyapti, kam suv qoldi. O'shaning hisobiga mana bunga tokki berdi. Ya'ni bunga faqat klapan emas, nasosni ham ulash imkoni bor. Masalan, nasos bilan klapan aslida farqi yo'q. Mana ketma-ketlik holatida o'zingizga kerakli urvenda qo'yib qo'yasiz, bo'ldi. Mana tiqib qo'ydim, suv o'chdi. Juda ham oddiy. Har doim xullas bochkaning ichida suv bilan bir xil urvenda ta'minlab turadi. Shuni qo'yib qo'yasiz, xullas xavotiringiz yo'qoladi. Bochkada suv toshib ketyaptimi, nima bo'lyapti ekan, klapan ishlayaptimi degan vahimalar bo'lmaydi. Faqat bu narsa bu uchun emas. Undan tashqari bu nasos yokida klapanning ham zashtalari bor. Masalan, tok hozirgi paytda mana 246 volt kelyapti. Bu 250 voltdan yuqorisida xullas ishlatmaydi umuman tizimni. Kelgan masalan, uni o'zingiz qo'yib qo'yaverasiz, farqi yo'q. 150 volt qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz, 150 voltdan pastga tushib ketadigan bo'lsa, nasosi yoqmaydi. Ham zashtasi uchun ham ishlaydi. Mana bu amperni ham ko'rsatib turadi. Agar nasosda nosozlik bo'ladigan bo'lsa, unda ham nasosi yoqmaydi. Tushunyapsizlarmi? Hamma xavfsizliklar xullas o'ylangan. Tayyor mana shu narsaning ichida. Shunaqa mahsulotlar kerak bo'lsa, o'rtoqlar, kelaverasizlar. Joyimizda Toshkentda Sergeli o'zgarishda. Yokida kommentariyaga pastga o'zimni telefon nomerini qo'yib qo'yaman. Telefon qilib bog'lansanglar bo'ladi. Narxi 1.250.000 so'm beryapmiz. Kelaverasizlar. Va bu narsalarning garantiyasi, kafolati bor.